Köpçülük yaxşımsızlar. Avval marşrupini görünglar. Mana qarsam içim ağrıydı. Qanday qilamiz? Saqiytiliga shu bo'lib qolib qolsa bir. Saqiydiganlar shu bo'lsa mayli saqaytili mani bicharni. Belki içim sirilib ketib bardi, ma boyni sesib ketibdi, ma o sesib ketib bardi. Azroq furaq ba. Qara mana. Ma jakni elib etdim. Mushta to'g'ni yaxshi ekan. O jak mana bu bicharadan yetib ketib bardi. Bo'shab. Og'riyotgandaqchan shu. Haşimkam ne pek sorğantanlar. Mana şu Haşimkam. Qo'saq yaxshi, kontes yaxshi. Lekin misharik narsa eg'iz ap ketib, ashunda jiring iqib sesag'in turibdi. Men ma'lum bir ishlarni bitirish uchun g'uljaga kelgan. Bugunlik kasam aytib ustiga ishlar emas kasal hayolib qoldim. Aldan qitim Haşimkamni setiga silib tekshirdim. Operatsiya qildiramiz desak, shu iqtisod masalasi kam bo'lib qilolmagandim. Budamiya kelib maaşlarım püssemdi. Berip qildirib deb o'ylagan lekin ishlar faqat ko'nglimdek bo'lmadi. Bir yinib kelgandan keyin Haşimkamning ayar jarohati eg'izilib, jiringlab, yiqib sezilgan taraf o'tibdi. Hamda yosh cho'ngib ketdi deb bir 200 ko'p pulg'lam alna qildirib uzitib qo'yay desam, qo'sqi yaxshi, jontes yaxshi. Bir kun musulmon yashash huquqi bor deb o'yladim. Hazır bir operatsiya qildirib o'taylik desak, gan ishak pul deydi, ammo oldin qitim 13 kunga bir operatsiya qildigan. O doktor sal qaramroq doktor hamdi. 13 kunga operatsiya qilib 3-chi yana qo'zg'algan bu narsa. Yana shu doktorning qish operatsiya qildirib bilan bek tekshirish haqqi, falan narsa, pustan narsa deb ketmaydi. Ham kesib operatsiya qilgan bo'lgan, operatsiya qilib tursa, yani 3-4 oygacha bir yerdan pul tepib chiqchi, men ham qo'llarim pul ko'rib kichkina beyt pishtinib qolsam qolgan cho'ngroq ish qilaman deb o'yladim. Lekin hozir eshak olib davoldirganimda 3000 kundan oshiqroq pul ketdi. Men o pulni chiqaramayman. Rast chiqaramayman, men unda holim yo'q. Hamda Haşimkamni hammalar yaxshi ko'rsizlar. Haşimkamni so'raydiganlar pek ko'p. Sizlar yordam qilinglar yana bir qitim menga. Yo'q, menga emas, yana bir qitim Haşimkamga yordam qilinglar. Sizlarning yordaminglar bilan ashadamning ashani operatsiya qildiribman. Men bag'icha saq salomat turib tursin, qag'ay ishlaman bag'andikin bo'lar. O adamning tili yo'q, zuoni yo'q. Oxirda deyamaydi. Sizlarga og'zaki rahmatmi aytamasligim mumkin. Lekin bilib turdi. Hammamiz bilib turamiz. Shunga bir g'ayrat qilib hammalar Haşimkam bir ozroq yordam qilsanglar. Adamninki hozir sizlar ko'rgan mishalki jarohatini bir operatsiya qildirib oldirib yetib, kichikina bir og'riq azobidan qutuldirib qo'ygan bo'lsak, bundan keyingi qolgan chiqimlarni o'zim egolab, o'zim kuch chiqargan bo'lsam, hozir ras qurbim yetmaydi, qurbim yetgan bo'lsa, men sizlarga qat'iy demayman, o'zim qilma, natijani o'zim qilib kelgan ishlar shu. Bultim shu o'zim qildigan. Shu pujlik qilmishimda yana bir qitim sizlardan iltijo so'rab chiqdim, qirin. Bir yordam qiling.